Dostoyevskiy. Inson qanchalik aqlli bo'lmasin, baribir Dostoyevskiy bo'ldi degan. Aytgancha, xolodilnikda 7 ta pomidor bor edi, 6 qoldi-ku. Qanaqa pomidor? Chinnimisan, bizda xolodilnik yo'q-ku. Va, aura -10 ming. Ha, xo'p, ana qiz bilan ko'rishdingmi, nima bo'ldi? Ha, ko'rishdim. Nechinchi yilsiz dedim, 2003 dedi. Ha, 2003larim gapiryaptimi dedim. Qadr ruscha gapirib ketvordi bular. Ha, mayli, qorong'ulik abadiy emas. Ey, zaypalsan borib, boya magazinda sharmanda qilding. Qaysi ahmoq sigaretni surogini so'rab, magazinchini videoga oladi? Iste'molchini huquqi degan narsa bor. Surogini yozib qo'yish kerak, xalqni zaharlamasdan. To'g'risini ayt, to'poysan-a? O'zingni bilgan, hech kim bilan gaplashmasdan, Lana Del Rey'ning ashulalarini ko'chada ham, uyda ham, to'yda ham, klubda ham, janozada ham, hamma joyda burchaklarga kirib olib eshitib yurasan-ku? Sanga nima? Chunki men introvertman.